Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Diqqatingizda Bekxam muhimmi, eshakmi? Hoshur qariga ochiq xat. Abduri Yalqin Rozi. Assalamu alaykum, Hoshur qari yapandi. Şinjan televiziya stansiyasining 2-yurish kanalida Kevaz Guli markalik ximiyalik o'g'itning e'loniga chiqqaningiz esingizdami? O e'londa siz üstü beshingizga Qashqar dehqonlarining kiyimini kiyib, chapchib turgan eshakka mingan holda orqangizga bir to'p dehqonni agashtirib, go'yo ming bir kecha hikoyalardagi Ali Babodek ularni Kevaz Guli g'orining oldiga boshlab bordingiz. Bu ochiq xat orqali men siz bilan maxsus mushu e'lon to'g'risida paranglashmoqchi. Hoshur qari yapandi. Siz xalqimizning qalbida muayyan o'rni bor yaxshi naqshchi ham aktyor. Siz o'rinlagan naqshlar, siz rol olgan drama, etudlarning ko'pinchisi kishilarni mamnun qilib kelyapti. Buni kasbiy hayotingizdagi muvaffaqiyat deb qaraymiz albatta. Öz kasbida muvaffaqiyat qozonish odamning ruhini shodlikqa to'ldirdi ham qadr qiymatini oshirdi. Navada birovning natija utuqlari qancha ko'p, shon sharaflari qancha yuqori bo'lsa, uningga havas qilguvchilar bilan hasad qilguvchilarning soni shuncha ko'payib boradi. Ma'naviyati sog'lom kishilarning qalbida havas ushqunlari chaqnasa, ma'naviyati sog'lom bo'lmagan kishilarning qalbida hasad o'tlari lavildaydi. Odamga nisbatan boshqalar havas qilgudek ham hasad qilgudek yashashning o'zi bir baxt. Havas qilgudek do'stlari, hasad qilgudek dushmanlari bo'lmagan hayot to'liq sidam, raqobatsiz hayot hisoblanadi. Havas o'tlari bilan hasad o'tlari odamni tavlaydi yoki xarablashtiradi. Boshqalarning ko'zlaridan, so'zlaridan chiqayotgan havas ushqunlaridan, yog'dirayotgan olqishlardan mast bo'lib, xudini yo'qotgan odam bilan boshqalarning majruh qalbidan etilib chiqayotgan hasad o'tlariga bardoshlik bera olmay voysab yuradigan odamning shonliq hayoti o'xshashla nihoyat qisqa bo'ladi. Shunga olqishga duch kelganda gidiyib ko'pib ketadigan, qarg'ishga duch kelganda solpiyib cho'kib ketadigan psixikasi ojiz bechora odamlardan bo'lib qolmaslik kerak. Şan şöhret ve oңuşsuzluk oldida özünü yo'qotib qo'ymay, ruhi holatini salmoq, bemalol tutgandala haqiqiy pishib yetilgan odam bo'lg'ili bo'ladi. Afsuski, bizning adabiyot san'at sohamizda bundaq psixikalik sapoga ega kishilar intayin az. Hoshur qari yapandi. Men sizning Bompada Qambarxon nomli VCD plastinkalaringizni anglashni yaxshi ko'raman. Ulardan özüm söyüngüdek huzur alaman. Bo'libmi yangidan chiqqan Qambarxon nomli VCD plastinkangiz menga alayda huzur bag'ishlaydi. Sizning u plastinkangizni qiyofat va salofat, kiyinish va torinish, manzira va ko'rinish, ohang va melodiya, mazmun va shakl, mahorat va farosat jihatlardan sop bo'lgan bir milliy madaniyatning mahsuli deb aytishga bo'ladi. Uningda aqida, e'tiqod, urf-odat, adab, axloq, milliy psixika, milliy orzu qatorliq madaniyat mazmunlarimizning nihoyatda sof ham ro'shan iznolari bor. Mundaqcha aytganda, milliy madaniyat qimmatiga ega asar deb qarashga bo'ladi. Eng aqallisi plastinka qepidagi suratingizdan sizning madaniyat kimligimizga bo'lgan hurmatlash va uningdan faxrlanish hissiyotingizni ko'rib olg'ili bo'ladi. Sizning beshingizga sarpush to'moq, uchingizga chakman to'n kiyib, naq Qashqar yigitlarga xos qiyofatda kiyinib tushgan yerimgarlik suratingiz kishilarga tonish bo'lib ketgan odatdagi obrazingiz bilan tamoman farqlandi. Sahna ekranlarda ve odatdagi kunlarda doim degudek galastuk taqab, kostyum burilki kiyib, ko'zga chiliqadigan qiyofatingiz jamoatga tonish bo'lg'ashqa, hatto etudlarda do'stona masxara qiling'ashqa, plastinka qepidagi Qashqar yigitlarga xos milliy qiyofatingiz meni qiziqtirdi. Men bu xil qiyofatingizni an'anaviy milliy obrazimizni namoyon qilishdan sharaf his qiladigan ruhiy dunyoyingizning ifodasi deb o'ylayman.
Bizning nozik milliy g'ururga ega san'atkorimiz Abdurahim Hid sahna va ekranlarda doim degidek to'lib toshgan iftixor hissiyoti bilan milliy qiyofati namoyon bo'lgan bilan nihoyatda ko'p artistlarimiz imkoniyat bor ahvoldami biror qitim milliy obrazda o'zini ko'rsatishni o'ylab qo'ymaydi. Hammamizga ayonki milliy kiyim kechaklarimiz bizning madaniyat kimligimizning simvolik belgisi. Milliy xosligimizning ro'shan namoyandasi. Milliy kimlik shakl va mazmun jihatdan mukammallashadigan salohiyat. Milliy kimligimizning tashqi shakli bo'lgan kiyim kechaklarimizni mayli turmush, mayli sahna ekranlarida kiyish kishini zo'qlantiradigan ahvol. Ammo milliy kiyim kechaklarimizni milliy odat nuqtasidan kiyish bilan milliy ong nuqtasidan kiyish farqlandi. Meningcha mutlaq ko'pchilik kishi milliy odat nuqtasidan chiqib turib kiydi. Abdurahimga qaraydigan bo'lsak, uning to'n kiyib o'ltirgan chaqdagi hissiyoti boshqacha. U sahnada go'yo g'olib qo'shinning jang bayrog'ini yepingan bahodir azimatdek to'lib toshgan iftixor hissiyoti bilan o'ltirdi. Hozir bizda o'zimizning milliy obrazini boshqalarning o'lchimiga uyg'unlashtirib loyihalash orqali davrga, taraqqiyotga moslashgan qilib ko'rsatishga urinishdek o'zidan yotlashish kayfiyati kuchayib ketdi. Shubhasizki bu milliy o'zlik eng suslab, kamsitish tuyg'usining avish elib ketishi bilan munosabatli. Bundaq ijtimoiy milliy psixika umumlashgan seri o'zimizning an'anaviy madaniyat miroslarimiz, xos milliy odatlarimiz o'zimizga qaloqdek, ma'tudek ko'rindi. Bir millatning o'ziga bo'lgan ishonchi ojizlab ketsa, o'zining qimmatli narsalari qadrsiz to'yilib, boshqalarga o'xshayolganligidan, boshqalarning madaniyatiga tava narsalardan iftixorlanib yuradigan ruhiy zaiflikka shuncha ko'p yo'l qo'yiladi. Bir necha yilning oldida O'zbekiston naqshchisi Yulduz Osmonova Urumchida naqsh kechiligi o'tkazgili kelganda tovan safoliq bir qism tomoshabin uningga odam jirgatnidek darajada qizg'inlik ko'rsatib ketishdi. Ba'zi muxbirlarimiz uni ziyorat qilganda Yulduz Osmonovaning dadasining g'ulja Uyg'urlardan ekanligini alohida tilga elib yezib, Yulduz Osmonovaning shon sharaflarini Uyg'ur san'atining osmonida namoyon qilishmoqchi. Uning shon shuhratlaridan milliy san'atimizga nasiba ayirmoqchi bo'lishdi. Masxirlik yeri shuki, O'zbekistonning bu naqshchisi vataniga qaytgandan keyin kim Qashqarning o'zidan, kim G'uljaning ko'zidan. Babam qaydan bo'lsa bo'lsin, men O'zbekning qiziman deb naqsh o'qib, o'zining milliy salohiyatini aniq jakarladi. G'ururi puchak, aqli zaif bir qism nodon ahmoqlar uning bu naqshini kim uchun, nima uchun aytganligiga parvo qilmasdan yaxshi aytibdi deyishib, daltilarcha ifoda bildirishib, hech nima bo'lmagandek yuraverishdi. Boshqalarni muhabbat hurmatlash, o'zgalarning qimmati bor narsalardan zo'qlanish aqalli madaniy pozitsiya. Ammo degandala o'zining izzatini unutgan holda chekdan oshgan hurmat hissiyoti bilan boshqalarni boshqa elib olish g'urur puchaklikning ifodasi. Normal g'urur mayli boshqalarga hurmat bildirishda bo'lsin, mayli nafrat ko'rsatishda bo'lsin, qat'iy unutib qilishga bo'lmaydigan qimmatli qurol. Qurollar emas, balki bir xil ruhiy safa, odamiylik sifat. O'zining ulug'lig'idek mashhur shaxslari, qadrligidek milliy madaniyati yo'q millat, to'limi bechora millat. Ammo ulug'lashga arzugidek shaxslari, faxrlangidek milliy miroslari turib, qadrlayolmagan millat bakmi zaif, tushkun millatdir. Bizning hozirgi degandala o'zimizning ulug'laridan o'zgalarning ulug'larini cho'ng bilish, o'zimizning milliy madaniyat an'analarimizdan boshqalarning madaniyat boyliqlarini qaltis chaqlaydigan milliy psixikimiz, tushkunlashgan milliy ruhimizning ifodasi. Albatta, o'ziga, o'zining milliy madaniyatiga soddalarcha mabdum bo'lish xohishimi kishini o'kindiradigan milliy nodonlik.
Mayli o'zimizning, mayli o'zgalarning ulug'lari yoki ulug' hisoblanadigan taraflari bo'lsin, ilmiy, odil, obyektiv, to'g'ri muomalada bo'lish nazar doirasi keng, tarbiya ko'rgan safoliq odamlarning sifati hisoblanadi. O'ziga va o'zgalarga nisbatan ilmiy asosi yo'q holda qarg'ularcha muayyanlashtirish yoki inkor qilish pozitsiyasini tutish masalalarga bolalarcha muomala qiladigan soddilik hisoblanadi. Bundaq soddilik kesili odatdagi avam dili emas, balki o'zini qaltischoqlaydigan ba'zi atalmish ziyolilarimizdami. Tafakkurda manitqi izchilligi yo'q. Ba'zi olujuqa qalamkashlarimizda xeylali eg'ir. Yaban yeri shuki, soddilik, nodonlik kesili avamda mavjud bo'lsa, keltirdigan ziyondan ashundaq atalmish ziyolilar bilan olujuqa qalamkashlarda mavjud bo'lsa, keltirdigan ziyon texim eg'ir bo'ladi. Chunki farq etish iqtidori ojiz bir qism o'qirman, undaqlarning millatparvarlarcha qiyofatda o'tirg'a chiqib qilgan anglamoqqa mardona, ammo po'pang, pichak, hayajonli gaplarga osonla ishinib ketadi. Chalibula qarashlarga qoyil bo'lishib, osonla agishib ketadi. Shuning bilan ularning qimmat qarashlari qalaymaqonlashib, tamamen bema'ni bo'lgan tashabbus, tushunchalarni o'zlashtirib olib, shay'larni kelmas muayyanlashtirib yoki inkor qilib, masalalarni hamoqatlarcha baholab yurishga odatlanib ketadi. Yaqinda Jungo Millatlari jurnalida dal mushundaq bir yangiltak avtorning do'stlik, mehr, muhabbati mangulik bo'lsin degan bir yozmasini o'qib qoldim. Bargan siri çelikining tegi ko'rinib kelayotgan, tafakkurning tutami yo'q, qarisiga so'zlashga xushtar bu qalamkash ajoyib millatparvar alpasda o'tirg'a chiqib, hammani biroqla hal qilib etishga o'rinadigan tantakligi bilan mundaq yozgan. Uzaq tariximizga nazar solsak, Uyg'ur xalqi do'stlikni azaldan qadrlab kelgan, ammo do'stlik uchun oz badal to'lamagan. Melidan, boyliqidan, yer uylaridan, bola-chaqasidan, vatanidan, hatto jinidan ayrilish badaliga do'stlikning tuz hurmatini saqlagan. O'z yurtida musafir holatga tushib qolsa-mu, do'stlik uchun tortgan ziynidan, vayronchiligidan voysimagan. Mana bu Uyg'ur ruhi, cheksiz badal to'lash ruhi. Nadallarcha yozilgan bu yozmadagi hayajonli bayonlarning qilchimi pakt asosi yoki ilmiy asosi yo'q bo'lib, bema'nilikda uchiga chiqqan deb aytishga bo'ladi. Qaramoqqa avtor ajdodlarimizni ulug'layotgandek gap qilgan bo'lsa-mu, ammo bu xalqimizga qilingan haqoratdan boshqa narsa emas. Faqat aqlsiz, ahmaq millatlar melidan, boyliqidan, yer uylaridan, bola-chaqasidan, vatanidan, hatto jinidan ayrilish badaliga do'stlikning tuz hurmatini saqlashi mumkin. Bundaq ahmaq millatni insoniyat texi o'z tarixida ko'rgani yo'q. Uyg'urlarmi o'z tarixida undaq chekdan oshgan ahmaqlikni sodir qilgani yo'q. Xalqimiz o'zining hikmatlik maqol tamsillarida kulganning hammasi do'st, o'mayganning hammasi dushman emas. Hisobliq do'st ayrilmas. Ishonmagan do'stingga saman tiqar postingga. Do'sting do'st bo'lsin, hisobing durust bo'lsin. Do'st ko'p, to'g'risi oz. Beliking to'n bo'lsa, dushmaning salomga kelir. Bo'rini qancha boqsangmi, ikki ko'zi jangalda degandek ho'shyor, prinsipchil do'stlik qarashini ifodalagan. Yuqoridagi asossiz, ahmoqona bayonga qarasak, Uyg'ur ajdodlarining do'stlik qarashida na prinsipni, na aniq hisobni, na samimiyatni shart qiladigan mazmun yo'q ekanligini bayqaymiz. Bizning nazarimizda mundaq do'stlik ahmoqning do'stligiga xolos. Xalqimiz hargizmi bundaq ahmoqona do'stlik an'anasiga ega emas. Do'st uchun cheksiz badal to'lash ruhi bor millat hargizmi hisobliq do'st ayrilmas degan hikmatni yakunlamaydi. Nima devatqonligini bilmaydigan bu tafakkuri majruh qalamkashning yozishicha
Do'stiga cheksiz bedel to'laydigan, hamma narsasini ilib olsa-mu, voysimaydigan ruh Uyg'ur ruhiymiş. Kishini afsuslantiradigan shuki, 8-10 yildan beri yozgan yozmalarda taqqa gaplarni yezib kelayotgan, o'ldirgan qo'pqan yerining hammasida og'ziga nima kelsa parang deb so'qib kelayotgan bu nodon sarka ashu yozmasining xotimasida nima deb yozgan deganda, shunga biz ajdodlardan tabarruk bo'lib kelayotgan do'stlik mezonlariga varislik qilishimiz, uni qadrlab, asrab, kelgusi avlodlarga pokiz holatda miros qilib qoldirishimiz kerak deb xitob qilgan. Navoda biz bu avtordan tarixdan buyon do'stlikning tuz hurmati uchun milidan tortib jinigacha, uydan tortib vatanigacha, bolasidan tortib xotinigacha hammani do'stiga berib atgan bu millatning kelgusi avlodi nada turibdi deb so'rasak, nima deb javob berishi mumkin? Yozganlaringning nari do'stlikning pokiz mezoni deb so'rasaqchi. Bunda bema'ni qarashlar matbuotda e'lon qilingandan keyin farq etish iqtidori ojiz o'qirmanlarni eziqtirmay qolmaydi. Boshqalarning qarashlarini haqiqat nazari bilan ko'zitishga odatlanishning o'rniga nupusga qarag'ularcha bosh qo'yishga odatlangan ko'p qism o'qirman gapning mohiyatidagi ma'no bilan emas, kimning eg'izdan chiqayotganligi bilan hisoblashadi-da, to'g'ri davosi kerak deb qarab qora qo'yib qabul qilaverdi. Mana shundoq nodon o'qirmanlar qo'shunining bizda texi muayyan ko'lamda mavjud bo'lib turishi ashu xildagi olijoq qalamkashlarning bir mazgil bozor topadiganligini tushuntirib berdi. Ammo haqiqat shuki, hamoqatlikning zavol tepishi muqarrar. Ilmiy bo'lmagan, pokitga uyg'un kelmaydigan ziddiyatlik po'pang paranglar mantiqiylik, haqiqatga uyg'un munozara muhokamalar oldida kulkilik mohiyatini yoshirolmay qoladi. Ho'shir qari apandi, men sizning Kevas ko'li markaliq ximiyalik o'g'itning e'loniga chiqqandagi qiyofatingizni dal ashundaq asossiz yo'g'on gap qiladigan bir qism qalamkashning bema'ni so'z chaqchaqlar bilan masxara qilganligini, hatto haqorat xarakterdagi baho bayonlar bilan tanqidlaganligini anglab, bu haqdagi ta'sirotimni sizga aytish orqali o'qirmanlarga yangicha bir qimmat o'lchimini yetkazib qo'yishni zarur deb bildim. Gapni ochiq qilsam, sizning eshak minib ekranga chiqqan obrazingiz ularning o'g'isini qoyintibdi. Ularning qarshicha biz boshqalarga eshak minib ko'rinsak, boshqa millatlarning nazarida milliy obrazimiz xunuklashib ketarmish. Shunga ular millatga mas'ul bo'lish hissiyoti bilan ajdodlarimiz ot mingan ot deb chalmoqib sizdan ranjibdi. Ularning so'rinlarda ko'pjib o'zini basalmagan holda kommunaning a'zolariga yig'in ichibatgan qora qo'rsoq doduyjondak qo'llarini shiltib, varqirab, jarqirab so'zlashlarini ko'rsangiz, Ho'shir qarini dorg'a esishga buyurib etmagedi deb andish qilib qolasiz. Amaliyotda bundaq asosi yo'q sodda qarashlarni ta'tiba qilib ko'tirib olgan u bechora boyqushlarning quruq hayajon bilan qilayotgan tantaklarcha gap so'zlari nodonlikdan boshqa narsa emas. Millatni qarag'ularcha ulug'lashga odatlanib ketgan bundaq hamoqatlarning yezi kelganda millatni yana o'xshashla asossiz ayblab demigini qolmaydi. Bu yerda rol o'ynayotgani ularning so'g'uqqan ilmiy tafakkuri emas, balki to'rimizi yo'q quruq hayojani. Boshqalarning fikrdagi teranlikdan emas, kayfiyatidagi hayajondan ta'sirlanib ketadigan bir qism gol kishilarla ularga oson ergishib ketadi-da, bilib bilmay guppanchiga aylanib qoladi. Samonga o't yoqqanchilik unum berdigan unda quruq hayajondan hammala odam ta'sirlanavermaydi. Tafakkur sagak masalalarni amaliyotga uyg'un holda ko'rsatadigan va astoydil fikr qiladigan kishilar bo'lsa, ondaqlarning alfoziga meyqada kulib qo'yishadi yoki Shayx Saidning
Tompayga nasihat qilgan kishi o'zi nasihatga muhtojdir degan hikmatini esiga elib, o'zini ayab jimmida turib elish shaklida inkas qaytirishdi. Buyuk Rus yozuvchisi Lev Tolstoy shunday degan: Ko'p narsani biladigan kishi xatolashib qolmasligi uchun o'z fikrini ehtiyotchanlik bilan bayon qilishni biladi. Yuzaki biladigan o'zimchil kishilar bo'lsa, hamma narsa haqida g'ayri tabiiy bir jasorat bilan valaqlab berdi. Hoşur qari apandi. Men sizning ekranda Qashqar yigitlariga xos kiyinib, eshak mingan holatda ko'ringan ashu obrazingizni Uyg'urlarning haqiqiy millat obrazi deb qarayman. Men 2007-yili 26 yanvar qishliq ta'til harpisida Urumchi shaharlik 5-o'rta maktabning taklifi bilan tushdan avval o'qituvchilarga yangi dars sharoitidagi o'qituvchilarning majburiyati degan temada leksiya so'zildi. Tushdan keyin to'liqsiz o'rta maktabni bitkazish oldidagi necha yuz o'quvchiga qimmat qarshi yetildirishning zarurligi haqida leksiya so'zildi. To'g'ri, durust qimmat qarashi turg'izmagan ahvolda har qanday kishi o'tkinchi havasni, yaltiroq sifatni, quruq shuarni cho'ng bilib yashashga majbur bo'ladi. Bugungi rangarang ham murakkab dunyoda har qanday bir xalqning farzandi o'z xalqining yadroliq manfaati bilan bog'langan yadroliq qimmat qarashini turg'izmaydi ekan, mangu gol bo'lib o'tib ketadi. Şoňa ularga nemening xalqimizning yadroliq manfaati, nemening yadroliq qimmat qarashi ekanligini tushundirish zarur. Men mushu nuqtadan chiqib, o'quvchilarda to'g'ri qimmat qarashi yetildirish to'g'risidagi leksiyani cho'nqur ma'nilik qilib, dal eshakdan boshladim. Mening o'quvchilarga assalomu alaykum dan keyin qilgan tunji so'zim sizlarcha bizga bekxam muhimmi, eshakmi degan savol bo'ldi. Ularning ko'pinchisi bugungi dunyoda eng mashhur futbolchi hisoblanadigan Angliyalik bu cho'lponga havas qiladigan, uning suratlarini hujurlariga, kitob daftarlarining muqovalariga choplab oladigan o'quvchilar bo'lg'ashqa, bu g'alati savoldan hayronlik his qilib jimmida bo'lib ketishdi. Men o'quvchilarga bir qo'ri qarab aytgandan keyin, meningcha biz uchun Beckhamdan eshak muhim dedim. O'quvchilarning hayronlik va qiziqishi texmi oshdi. Men qarashlarimni aniq, konkret, tushunishlik, poklik, qiziqarlik, jonliq, qaratmalik qilib 2 soat so'zlab bo'lib, oxirida o'quvchilardan boshdagi savolimni qaytalab so'rab edim. Zaldagi o'quvchilarning hammasi birdek xushallik bilan eshak deb varqirashdi. Shuning bilan bu qitimqi nutuq muvaffaqiyatli oxirlashdi. O'quvchilar qimmat qarashi yetildirish jihatdagi bir qitimliq unutilg'usiz leksiyani angladi. Masalalarga oldi bilan o'zi tava ijtimoiy to'pning manfaatini o'lcham qilib turib, muomala qilish kerakligini to'nib yetdi. Amaliyotdan qochadigan, o'zini bezab tasvirlashga odatlanib ketgan, yolg'on yabudoq gap so'zlar bilan boshqalarni aldashga urinib kelgan, xarakteri ojiz, ong saviyasi oddiy kishilar eshakni maqtash sat emasmi, millatimizning obrazini xunuklashtirganlik emasmi deb qabul qilmasligi mumkin. Lekin o'ylab beqish kerak-da. Beckham bizning xalqimizga, ona vatanimizga nima qilib bergan? Eshakchu. Eshak 1000 yildan ortiq vaqtdan buyon xalqimizning putiga put, qo'liga qo'l bo'lib, etiz eriq ishlarida mushkulati oson, safar mehmondorchilik ishlarida jiroqni yaqin, yo'tkash to'shish ishlarida eg'irini yeniq qilib, ajoyib rol o'ynab keldi. Kunimizdan 100 yil ilgari Molla Musa Sayrami tarafidan yozilgan o'lmas asar tarixiy Hamidida her haftada 2000 eshak açlıq Yarkent'ten kam bo'lmay Qashqarga kelib turadi deb yozilgan. Demak, bundaq tarixiy paketlar eshakning Uyg'urlarning uzoq tarixida qanchalik muhim rol o'ynaganligini tushuntirib berdi.
Ajdodlarimiz yaylaq turmushida yashagan davrlarda ot saltanatlik töhbelari bilan maslasiz rol o'ynagan bo'lsa, xalqimiz keng ko'lamda o'ltiraq turmush shakliga qadam qo'ygan 1000 yildan ortiq vaqtdan buyon eshak kundalik hayotda barliq hayvonni besib tushadigan töhbisi bilan maslasiz rol o'ynab keldi. Bu noktada biz eshakdan iborat bu maxluqni Uyg'urlarning 1000 yildan buyanqi qatnash transport va yez egilik tarixidagi töhbisi eng zo'r emgak namunachisi deb baholasak qilcha oshirib etgan bo'lmaymiz. Nima uchun Uyg'urlarning turmushida otga qaraganda eshakning roli kuchayib ketdi? Buningga Uyg'urlarning o'ltiraq turmushga ko'chgandan keyingi turmush shakli va ishlab chiqarish ehtiyoji bilan jug'rafiyalik alayligini chiqish qilib turib javob izlasak, qanoatlanarli javobga erisha olamiz. Li Yang apandi yozib tayyorlagan Jungu Xinjiang Uyg'ur urf-odatlari nomli rasmli kitobdagi bayondinmi biz eshakning rolining kuchayib ketishidagi sababni tushuna olamiz. Li Yang apandi mundaq yozgan: Janubiy Xinjiangdagi Uyg'urlarda eshak beqish va eshak ishiltish an'anasi bor. Eshak cho'l jazirlarda safar qilish mohiri hisoblanadi. U otga o'xshash nozik kelmaydi. Qo'rsiq ochsa, hazm qilg'ili bo'ladiganligi narsaning hammasini yeyaveradi. Cho'l jaziridagi ozganlarga yig'ilib qolgan suvlarning ishqarliq tarkibi nihoyat yuqori bo'ladi. Bundaq suvni eshak bilan to'ga ichsa hech ish yo'q. Adam bilan ot ishsa o'ladi. Eshak inchika to'rt putini yo'rg'ilatib, ig'ir yuklarni ortib, cho'lda yemay ichmay bir kun yura oladi. Lekin otda bundaq chidamchanlik yo'q. Qisqasi, eshak Uyg'urlarning ijtimoiy hayotida to'liq zo'r rol o'ynab keldi. Bizning talay ayollarimizni kooperatsiyaning 20 yilga so'zilgan mushaqqatlik amgigidan eshak qutqizib qolmagan bo'lsa, ularning xeyli ko'p qismi kasalman, majruh bo'lib ketgan, hatto osh qilib o'lib ketgan bo'ladi. Eshak bizning yez egilik madaniyatimizning simvoli. Bir dehqonning uyida bir eshak bo'lsa, u oilaning kundalik jafosida zo'r osonchilik ko'riladi. Eng odatdagi bir eshakmi 4-5 qovul emgak kuchining ishini qiladi. Eshki yo'q mollamning quliqi tinch bo'lgan bilan eshki yo'q dehqonning holiga voy. Jonga to'lima asqatadigan eshakdan iborat bu yavash jonivar talay yil mobaynida dimchib qolgan mak momaylarimiz bilan yo'talgak bovaylarimizni manziliga bexatar yetkazib keldi. Bizning minglagan jahonkazda o'g'lonlarimiz Osiyoning qalbini ashu g'alabasi oz muloyim eshak bilan kesib chiqdi. Helimo alt shahardagi, bo'libmi Qashqar hotellardagi millionlagan qarindishimizning jiniga haqiqiy asqatayotgan asosli qatnash va ishlab chiqarish quroli eshak deb to'nisak xato bo'lmaydi. Biz Qashqar, Yakan hotellarning bozor ko'llaridagi ajoyib manzarasini ko'rib baqsaqlar, bu nuqtani his qilib yeta olamiz. Qashqarni oladigan bo'lsak, Qashqarning yakshanba bozoriga atrofdagi yezi nahiyalardan 100 mingdan ortiq dehqon xo'roz chillagandan tortib, chinq tushkicha cho'milidak qator tizilib, oyog'i uzilmay kiradi. Ular bu kunki bozorga hargizmi Jeep, Santana, Honda, Toyota, Mercedeslarda kirmaydi. Balki 70-80% eshak yoki eshak harvasi bilan kiradi. Ularning atdiganda taram-taram yo'llardan bozorga qarab iqibatgan yoki kashda uyga qarab aldirab yenibatgan ko'rinishiga qarsangiz, nima degan tirishchan xalq bu demay tura olmaysiz. Qashqarning yakshanba kunidagi dehqon bozori Qashqarning sayohatchilik ishlaridagi kishini eng maftun qiladigan gumanitar manzara sifatida kishilarni jalb qilib kelmoqda. Xotanda tug'ilib o'sgan yozuvchi Tursunjon Muhammad Yangi Qoshdeshi jurnalining 2004-yillik 2-sonida e'lon qilgan "Dehqon yanada eshak bor" degan maqolasida aniq qilib mundaq yozgan: Uyg'ur yezlarini, Uyg'ur dehqonlarini pishiq biladigan har bir kishi uchun sir emaski, mahalla yo'llarida, etizlarda, bozor rastalarda,
Jangal barxanlarda hayat tirikchiligi uchun tipirlab yurgan, cho'nqur ko'milgan rizq nasibasini zamin bag'ridan tepib yeyish uchun bosh ko'tarmay amgak qilayotgan har bir jafokashning, beqovul dehqonning kayinda birdan uzun quloq, johil, tarsa, ammo egisidakla ko'ksi qarni keng, tayoq yesimi, izza anglisimi, hatto urib nakar qilinsimi, dardini o'zi bilib jimjitda turadigan jafokash eshaklar soydakla agishib yuradi. Amaliyat pok shundoq tursa, biz yana qaysi yuzimiz bilan eshakni kamsitamiz? Uning ro'liga sal qaraymiz, uning to'kpisiga ko'z yumamiz. Bu aqlonlikmi? Bu odillikmi? Eshakning xalqimizga va ona vatanimizga ko'rsatgan behisob xizmati oldida biz uchun issiqmi emas, sovuqmi emas bo'lgan futbol cho'lpini Bekxam nimaga arziydi? Bekxamning shon sharafi biz bilan qilchi munosabatsiz. U cho'lpan bo'lsa, inglizlarning osmonini yo'rtadigan cho'lpan. Biz faqat uning mahoratidan zo'qlanib qo'ysaqla kifoya. O'smirlarimizning uni nabud qilib elishining qilchi o'rni yo'q. Mening bu yerda atay Bekxamga eslab elishim tor mahkamachi yoki asabiy yaklimichi odamlardek o'zgalarni qora quyuq inkor qilish uchun emas, balki maqsadlik selishtirish usuli bilan o'quvchilarning engida yadroliq milliy manfaat tushanchisini tiklash, o'zi mansub ijtimoiy to'pning tub manfaatini oldin o'ylashadigan tafakkur usulini egallatish. Balkim ba'zilar hayvon bilan odamni selishtirish durust emas deb o'ylashi mumkin. Bilish kerakki, inson bilan hayvonning qaysi qimmat jihatda afzal hisoblanadi deb umumiy qimmat jihatini so'rasa, inson mangu aziz va afzal hisoblanadi deb javob berish kerak. Ammo yakki qimmat nuqtasidan odam bilan hayvonni selishtirish butkul insoniyatning tafakkur odatiga o'rtaq. Masalan, bizdami hünür yo'q ardin mekiyon to'g'i yaxshi degandek fikrni selishtirma shaklda ifodalash odati bor. Bu o'y fikrni obrazliq ifodalash ehtiyoji sababidan stilistika qoidasiga uyg'un holda keng ko'lamda qo'llaniladigan tafakkur odati hisoblanadi. Boshqalarni Bekxam muhimmi, eshakmi deb savol qo'yib mulohazaga yetaklash metod masalasidir. Bu yerdagi maqsad eshakni buyuklikka ko'tarish emas, milliy manfaatning muhimligini gavdalantirish. Har bir davlatning davlat ahvoli va manfaati ularning qimmat qarashining asosi bo'lganidek, bizning milliy ahvolimiz va milliy manfaatimizmi bizning ijtimoiy qimmat qarashimizning muhim asosi. Farqli ijtimoiy muhitda yashayotgan kishilarning o'xshash bir obyektga bo'lgan qarashi o'xshash bo'lmaydi. Biz albatta o'zimizning nuqtasida turib baho berishga va xulosa chiqarishga haqliq. Buning uchun oldi bilan har bir odam, bo'libmi milliy ziyolilar o'zi mansub ijtimoiy to'p va o'zini o'rab turgan reallik haqida cho'nqur tonishga va to'g'ri bilishga ega bo'lish lozim. Qarg'ularcha baho berish va xulosa chiqarish nodonlik hisoblanadi. O'rtaq taqdir chambaragi ichida yashayotgan kishilarning o'zi mansub ijtimoiy to'pning tub manfaatiga aloqador masalalardagi qarashlari va pozitsiyasi o'xshash bo'lmay qoladi. Bundaq bo'lishida to'nishining cho'nqur, bilishining to'g'ri, yiroqni ko'rish iqtidorining hozirlangan bo'lish bo'lmasligi muhim rol o'ynaydi. Sumurug'ning xiyolini qushqash qaydin bilsin degandek, gohida taqqa fikr qiladigan kalti ko'say odamlar odatdagi arzimas qarashlarini meningcha deb azvaylab o'tirg'a qo'yib, boshqalar osmondan gap qilyotsa, adrasmonning gapini qilib odamning ichini siqib etadi. To'g'risi shuki, idrokqa va axloqqa muxolif bo'lmagan shart ostida o'zimiz mansub ijtimoiy to'pning qimmat qarashi asosida shaylarga muomala qilishimiz va ularni baholashimiz lozim. Boshqalardan bechoralarcha hayqish
o'zining yadroliq manfaatini gavlandirishga jur'at qila olmaslik bir xil beqovullik. Ota-bobolarimiz, ana mo'minlarimiz ta bugungacha tayinib kelayotgan, minib kelayotgan to'kpikar jonivar eshakni mushu millatning farzandi bo'lgan O'shir qori minib ekranga chiqsa, millatning obrazi xunuklashib ketamdikan. Kimlarga sat ko'rindi ekanmiz? Kimlarning nazaridan tushib ketadi ekanmiz? Yana kimkan u biz nazardan tushib ketishdan ansiraydigan? Biz bir amaliyotchi, bir xalqparvar sifatida bu oddiy hayvonning o'chmas to'kpilarga minnatdorlik bildirmoqda, uningga adil muomala qilmoqda yo'q. Olla kimlarning nazaridagi milliy obrazimizning xunuklashib ketishidan qo'rqsak, o'zimizga bo'lgan ishonchimiz ojiz, pokitga ko'z yumadigan, soxtipaz, to'kpiga tukuradigan tuzkurlardan bo'lmaymizmi? It insonlarning do'sti deb ta'riflaganga o'xshash, eshak Uyg'urning do'sti, Uyg'urlar eshak ustidagi millat deb jakarlasak, nemiz xato? Real paket, tarixiy amaliyot mushundaq emasmi? Shundaq turuqliq o'zimizning milliy kimligini dog'vozlik bilan bezab, quruq shuhrat vasvasasida soxta so'lab paydo qilishga urinib, nima qilamiz? So'zlar yezing desa, o'zimizni e'tirof qilaylik deb gapni go'yo tavranmas amaliyotchidak boshlash. Ammo reallikqa yuzlanganda darhol pokitdan o'zini qochirishga urinish zoda qandaq pozitsiya. Ro'shanki, bu bir milliy ojizlik. Bir millat o'zining xalqiyman, taraqqiy qilaman deydi ekan, cho'qim amaliyotchil bo'lishi, samimiy, safarchan bo'lishi, o'zining haqiqiy milliy kimligini e'tirof qilishi va o'zini uzuksiz takomillashtirishga tirishishi kerak. Biz nima desak, haq ishini beradigan ish yo'q. Eshakning xalqimizning ijtimoiy hayotidagi alohida rolini hamma kishi biladi. Qani boshqalar bizning turmush realligimizni bilamdi bilmamdi, ko'rib boqaylik. 1929-yili 22 yoshida Qashqarga kelgan Shvetsiyalik donliq turkolog Gunnar Yaring Qashqarga qaytish safar nomli kitobida mundaq yozgan. 1929-yili Qashqarga kelib, xuddi hozirgi davrdan o'rta asrga 1001 kechini filmga elish uchun rastlangan ko'rinish ichiga kirib qolgandek bo'ldim. Bu yerda ya avtomobil, ya motosiklet yo'q. Hatto velosiped ko'zga cheliqmaydi. Boylar va esilzodalar chiroyli gullik yo'piq shalcha selinib, egarlangan pozur otlarga minib, mig'ildab turgan kishilar to'pini yer u yoqdan bu yoqqa o'tib yuradi. Qo'l ilkida pul meli ancha jiq emaslar eshakka minatdi. Halbuki shahar aholisining zo'r ko'pchiligi bo'lgan kambag'allar piyoda mang'atdi. Qashqarga amdili kelgidimda bu yerdagi eshaklar meni o'ziga jalb qilib oldi. Eshak dunyodagi eng qanoatchan hayvon. Qashqar bozorlarida liq narsa qochilangan, xurjun ortilgan eshakka yana texi bir yoki ikki bolani oldiga ilib minib olgan kishilarni uchrab qilib bo'ladi. Eshakka nuqta selishning hojati yo'q edi. Eshakning egisi qo'liga kichik bir tayoq elib elibla minib olgan eshikini u yoq bu yoqqa ketayotgan odamlar to'pi ichidan o'tkazib ketalaydi. Eshakni sol tarafga yoki o'ng tarafga mangdirmoqchi bo'lganda, eshak egisi eshikining quliqiga tayoqini sal-pal takkizib qo'ysala, kupoy qiladi. Eshakning egisi eshikini sal tezroq mangdirmoqchi bo'lganda, uning sag'irsiga kelishtirib bir tayoq selib qo'ysala bo'ladi. Örf-odat tadqiqotchisi Li Yang apandi Uyg'ur örf-odatlari nomli kitobida mundaq yozgan. Eshak harbisi Janubiy Shinjang dehqonlarining asosliq oila qatnash quroli bo'lib, umuman uy beshiga birdan to'g'ri keladi. Bozor kunlari dehqonlar dabdabali ko'rinish yasab, eshak harvalariga o'ltirib, qo'shin tartib bozorga mangadi. Shu sababli bozor yanida bir xil o'zgacha o'rin, ya'ni eshak harvisi maydoni borliqqa kelgan. Uyg'urlar tarixda egiz harvaliqlar, ya'ni qonqillar deb atalgan.
Bu nam ularning egiz chaqliq yog'och harvalarini yasashga mahir bo'lganligidan kelib chiqqan. Lekin hozirgi eshak harvalarining hammasi balonliq harva bo'lib, yog'och chaqliq kala harvalarini ostondagi bozorlarda anda-sanda uchratqili bo'ladi. 1980-yillarda ana diyorimizga kelgan yaponiyalik Ikari Koichi o'zining Uyg'urlar haqidagi Dada Apa Xo'shal o'tayli nomli kitobida ko'zimni shundoq yumsamla Ipak yo'lidagi bo'stonliq kentlar ko'z oldimga keladi. Mangsi tugamaydigan takli makan. Jiroqda qorni yepinch qilgan qora qurum teg'i. Onunğa nazar salg'ash mangsingiz cheksiz davomlashgan uzun bir yo'l. Yo'l ustida uyoq bu yoqqa ketayotgan eshak harvalarda qip-qizil yog'liq artib olgan, buloqdek ko'zlari nurlanib turgan Uyg'ur cho'kallari. Ipak yo'li manzirlarida eshak harvisi, yashanganlar, uningdan qolsa balalar kam bo'lmaydi. Uyg'ur do'ppisi kiygan, oppoq soqol qo'ygan buvaylar paylasoplarga xos salofat bilan eshikini qamchilab, jiroqlab ketadi. Qayerga borsangiz, bug'doy, qo'noq, kuda, yengila terib elingan paxta tag'orlari liq besilgan harvalar uchrab turadi. Eshak harvalari egiz teraklik yo'llarda chang to'zon o'rdatib, jiroqlab ketadi. Hozir shularni o'ylab qolsam, bir xil seg'inish his qilaman deb yozgan. Yuqoriqilar g'arb va sharq kishilarining biz haqidagi bayonlari. Ular Uyg'urlarning ijtimoiy hayotida eshakning qanchalik muhim rol o'ynab kelganligini, hali hamma shundoq muhim rol o'ynab kelayotganligini nihoyat aniq biladi. Shunga hammaga ayon bundaq reallikdan qechishning, uni yo'shirishning nima hojati? Biz qaddimizni tik tutib, ovozimizni jarangliq chiqarib, o'zgalarning ko'ziga tikilib turib, eshak Uyg'urning do'sti, Uyg'urlar eshak ustidagi millat deb faxrlansak bo'laveradi. Gap bizning o'zimizga bo'lgan ishonchimizning kuchlik ojizligida, amaliyatchil ruhimizning bor yo'qligida, qimmat qarashimizning reallikka uyg'un yoki uyg'un emasligida, faktni tan elish jasoratimizning bor yo'qligida. 1874-yili Amerikalik dangliq rassom Thomson Nast bir siyosiy hajviy rasm ijod qilgan bo'lib, uningda eshak bilan pilning lingir-taqtaq o'ynayotgan holati tasvirlangan. Rassom eshakni Demokratlar partiyasiga, pilni Cumhuriyetchilar partiyasiga simbol qilib, bu orqali bu ikki partiyaning hokimiyatni navbatlashib boshqarish ahvolini hajviy qilgan. O'ylamagan yerdan bu ikki partiyaning dohilari nutq so'zlab, bu hayvonlarni o'z partiyalariga simbol qilishni sharaf deb bildiganligini jakarlashgan. Demokratik partiyasining dohisi eshak chidamliq, qaysar hayvon. U haqiqatan bizga simbol bo'la oladi degan. Cumhuriyetchilar partiyasining dohisi bo'lsa, pil to'limi tamkin, ishchan hayvon. U haqiqatan bizga simbol bo'la oladi degan. Ularning o'ziga bo'lgan ishonchi kuchlik, pozitsiyasi amaliyatchil bo'lg'ashqa, tashabbuskorlik bilan oldiga bir qadam ilgirlab, masxirlik passiv holatni aktiv holatga aylantirib etgan. Bundaq ruh o'rganishga arzimaydi. Boshqalarning qanday qarishiga ziyoda ahamiyat berish, boshqalarning masxara qilishidan qo'rqib yurish, boshqalarning bahosi bilan to'liq hisoblashish shu odam yoki shu millatning ma'naviyatining nihoyatda bechorligini ko'rsatadi. Ajdodlarimiz ot mingan ot deb aytilgan hayajonli bayonda otni ulug'lab, eshakni kamsitish ma'nosi chiqib turadi. Otni ulug'lash hargiz xato emas. Biroq eshakni pastlashtirish adolatsizlik. Masala bizning qalbimizda. O'ylab boqayli, odatda adabiy asarlarda, sahna ekranlarda podshoh, so'ng'un, sarkarda, botir azimatlarning obrazini yaratishda ko'pincha otliq holati yoritilgan bilan avliyo, donishmand, mutafakkirlarning obrazi eshaklik yoritiladi. Ayso alayhisalom
ömür boyu eşek minib din tarqatqan ekan. Ahli Salib urushining qo'zg'ilishiga sababchi bo'lgan mashhur monarx Pierre Lamit Germaniya, Fransiya, Italiyani eşek minib arlab xristianlarni Yerusalimni qaytirib elishga kuch kiritgan ekan. Bizning donishmand Nasriddin apandimizmi ömür boyu eşek bilan jahon kezgan. Qisqasi, eşekni kamsitish avam odatlanib qolgan an'anaviy bir taraflama qarashdan boshqa narsa emas. Eşekni kamsitishning hech qanday ilmiy asosi yo'q. Bor deyilsa, faqat psixikalik asosi bor. Agar u harom maxluq deb qaralg'ashqa shu sababdan kamsitildi deyilsa, mo'minlarimizning etikidan tushmay e'tiborlanadigan mushukmi harom maxluqdir. Ammo hech kim mushukni kamsitmaydi. Bir shoirning she'rida "Ey o'g'il, bilim o'rgangin, nodonlik nomusdir. Bu nomusni ko'tarishga faqat eshaklar rozi bo'ladi" deyilgan. Ro'shanki, bu eshakka uval qilganlik. Eshak bilimsizlikka rozi bo'lib yashab, boshqa hayvonlar universitetlarining darvozasiga berib olgan ahvolni biror kishi ko'rgani yo'q. Bir qalamkash adiblarning axloq fazilati haqidagi taqqa-tuqqa gaplar bilan to'lgan bir maqolasida qaysi bir havaskorning jafokash bo'lg'ashqa ko'pdir xizmati, hayosiz bo'lg'ashqa yo'qdir izzati degan qo'shiqdan ilhomlanib, eshak to'kpisi zo'r hayvon bo'lsa-mu, qiliqsat bo'lg'ashqa qadri yo'q deb yozgan. Acaba eshakning qiliqsat bo'lib, boshqa hayvonlarning qiliqi chiroyliqmi? Eshakdan boshqa hayvonlar satqiliq qilganda o'jirsiga kirib ketadi. Hamma hayvon o'xshashligi. Demak, biz eshakni salbiylashtirish, paslashtirishda izchil uval qilish pozitsiyasini tutqanmiz. Albatta, bu ahvol biz Uyg'urlarda emas, boshqa millatlarda o'xshashli mavjud. Masalan, dunyoviy shuhratlik qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aymutovning beshidan o'tgan bir hikoyani aslaydigan bo'lsakmi, bu xil ahvolni his qila olamiz. Aytmatov Qozog'istonning Jambul shahridagi mal doktorlik texnikumida o'qiyotgan chog'larida hayvonlar to'g'risida dars beradigan bir rus professor o'quvchilarni o'rganganlarini amaliyot bilan birlashtirib so'zlatkizish maqsadida Jambuldagi Atchapar degan mal bozoriga boshlab borgan. Alarmallar bilan sotarmallar mish-mish qaynab ketgan mal bozorida professor bir eshakni ko'rsatib turib, o'quvchilar ichidagi Aytmatovga qarab, "Aytmatov, mavi eshakning qaysi turi? Qani so'zla" deb ko'z aynigini parqirtib qarab turgan. Aytmatov: "Bu jonivar dastlabida Afrika bilan Osiyo quruqligida paydo bo'lgan. Hozir Sibiriya, Kashmir, Tibet, O'rta Osiyo qatorliq joylarda ko'p uchraydi. Bular asosan qo'lga o'gitilib, uloq o'rinda ishlatildi. U boshqa hayvonlardan qo'liqining uzunligi bilan farqlandi. Paqalchiqiga tushadigan inchga quyruqimi bor. Taxiga 12 oy qursoq ko'tirdi" deb so'zlab etib, eshakning egasiga ko'z tushib, nima qilishni bilmay, uyalganidan ovozi bo'g'ilib, tutilib qolgan. Sababi eshakning egasi bo'lgan oqsoqol uning ochisining qo'shnisi ekan. Eliq oqsoqol o'z ovliga qaytgandan keyin, "Voy tova, To'ra qulning balasi Aytmatov Jambulda eshakchilikni o'qib yuribdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Muallimi bilan billa bozorda eshikimning oldiga kelib, uning tegi-taktidan boshlab uruq jamiyati 7 otisini butunlay sanab chiqdi" deb butkul ovulga hikoya qilib bergan ekan. Aslida eshakni tadqiq qilish, eshakning alayligini bilish nihoyat zarur ish. Ammo odat kuchi tufaylidan bu masalaga nurg'un kishi kulkilik ish deb qaraydi. Ilm ahlilari bo'lsa, nihoyat astoydil pozitsiya tutadi. Bir savodishimizning singlisi muallimi bilan billa Kanadadan Qashqarga maxsus eshakni tekshirib tadqiq qilg'ili kelganligi to'g'risida gap bo'lganda, so'rinda o'ltirganlar paraqqada kulishib ketdi. Amaliyotda Kanadaliklarga selishtirganda biz Uyg'urlar eshakning foydasini ko'p ko'rgan. Ammo ta'tirsizcha haq eshakni cho'ng bilgan-yu, biz eshakni past ko'rgan. Biz eshaklarimizga ashundaq nodonlarcha bir taraflama qarashlarda bo'lib muomala qilsak to'g'ri bo'lamdi yoki xato bo'lamdi. Buni
astoydil o'ynab beqishimiz zarur. Bizning yosh shoirimiz Adil Tunyaz Şinjan Medeniyeti jurnali 1995-yili 5-6 qo'shma sonida besilgan Qashqardagi Yer shari nomli dastonida Vatan, vatan, chiroyliqdir hamma narsasi. Chiroyliq uning qayg'usi ham. Go'hardir, olmadir, xushpuroq guldir. Vatan dolasida ko'rgan to'ng tezak. deb yozgan. Mana bu haqiqiy vatanparvarlik mazmunidagi she'r. Vatan hargizmi abstrakt narsa emas, balki to'limi konkret narsa. Etiz dalalarimizdagi qurt qo'ng'izlardan tortib, havodagi poshi chivinlarimizgacha vatanimizning mazmunini tashkil qiladigan shay'lar hisoblanadi. Töhpisini ta'riflab tugatkili bo'lmaydigan, xalqimizga qish, yoz asqetib kelavatgan yavaş, jafokash maxluq eshak bo'lsa, texmi shundoq. Vatanparvarlik, millatparvarlik quruq shuarlarimizda, shuhrat vasvasi bilan so'zlagan olujuq so'zlarimizda emas, balki ana vatanimizning, aziz xalqimizning qimmati bor har bir narsasini ikkilanmay qadrlayalishimizda ifodalandi. Hoşur Qari apandi, şuna ben sizning ekrandagi eshak menib Qashqar yigitlarga xos kiyinib ko'ringan qiyofatingizni Uyg'urlarning haqiqiy millat obrazi deb ayta olmayman. Bizning xalqimiz va ona vatanimiz uchun qilchimi mohiyatlik munosabati bo'lmagan Bekxam apandi bilan vatanimizning boyligi, millatimizning do'sti bo'lgan eshakni selishtirib, biz uchun Bekxamdan eshak muhim deb maqtana olayman. Hoşur Qari apandi, ruhingizni ustun, qaddingizni tik tuting. Ko'p holda ahmoqlarga beriladigan eng yaxshi javob faqat sukutdan iborat. 2007-yili dekabrda yozildi. 2011-yili dekabrda to'liqlandi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan. 2020-yil dekabr janvada unga elindi.